Hamzat, sen hozir Qatardasan. Tabiiyki, bu yerga Ilya Topuria ham yetib kelgan. Arman ham mana shu mehmonxonada. Lekin ko'pchilikni bir savol qiynayapti. Agar bu ikisi ko'rishib qolsa, nimadir sodir bo'ladimi yoki yo'q? Sening shu yerdaliging agar nimadir sodir bo'lsa, Armanga qo'l keladimi? Agar nimadir sodir bo'lsa, ularni birga bir qo'ying. Biz qolgan ortiqcha odamlarni uramiz, ularni esa yakkama-yakka qo'yib bering. Lekin yo'q, men o'ylashimcha hech nima sodir bo'lmaydi. Bilasiz, bu sportda bizga albatta katta hayb kerak bo'ladi va janglarni odamlarga shov-shuv qilish kerak. Shuning uchun bu yigitlar barchasini to'g'ri qilishmoqda. Qiziqish ortmoqda. Albatta bu jang bir kun tashkil qilinadi. Hamzat, bilaman hozir Armanning keyingi jangini taxmin qilish qiyin emas, ammo undan Den Hukerga qarshi jangda qanday chiqish kutmoqdasan? O'ylashimcha, agar jang 5 raund davom etadigan bo'lsa, Arman uni to'liq nazorat qiladi. Albatta Xudodan unga chiroyli g'alaba so'rab qolaman. Agarda u g'alaba qozonadigan bo'lsa, UFC unga to'g'ridan-to'g'ri kamar jangini berish kerak.